Ezga manda bir gap bu. Nurg'un bo'ldi biz ikkimiz o'sha yerda bir film ishlab quvvat qilaylik. Shu nurg'un turdoshlar meniz sizning o'z bolangiz deb o'ylab qoldik. Ya vallahi bu ikkimiz necha yosh, necha 10 yosh farq qilgan tursa, Şu anda bu yerda shu turdoshlarga bir ozoq tushuncha berib qo'yaylik. Ayzon bizniki Avatnayli Qo'shto'roq musallas zavodining quruvchisi, Qo'shto'roq taomlar sharifisining quruvchisi, undan boshqa nurg'un yana musallas zavodi va undan boshqa yana nurg'un iligi va o'zimizning yaxshi bu meni qo'llayotgan bir yosh korxonchi bir akamiz. Avatda 2ning biri bo'lib yashayotgan isil akamiz ham og'aynimiz. Shunga biz dada bola hurmat bo'lsin deb qo'ytgansizlar, o'zingizcha bu xatlarni yozib qo'ytgansizlar, voy dod bo'la turib, patishib bo'lsin, u bo'lsin, bu bo'lsin. Bir sizlarni kuldirish bu yerda maqsad-chi. Bizning maqsadimiz nachar illatni qamchilash. Masalan, mustaq atbollar urush jidal qildigan, yanadigan, Allohga ibrat bo'lsin degan maqsadda shu ba'zi bir ssenariyalarni asta o'rlashtirib chiqib keldik. Rahmat, ko'ngil bilib, uni buni digininglarga ko'pdan ko'p rahmat. Ondan keyin yana bir qism odamlar bor ekan. Yomon og'zidan ish qilib, ikki tal xishni qo'ysangiz, xaloning o'zi bo'lgan, bak satkab qilib buni qoldiradigan, voy so'lamchidan biz bir endi unda desak, o'tib ketadi go'y odamga. Biz bir ochonni deb aytaylik desak, undan bo'lmaydi. Kimlar bizga so'lab bermadi. Biz so'lamchilikni bilmaymiz. O'zimizning neni o'zimiz deb yavatimiz. Ko'ngillar bo'lsa, yurakni besib o'tib, boshqalar finshan qilib, to'g'risini qabul qilsanglar bo'ldi. Xato yeri bo'lib qolsa, menda gap chiroyli gap qilsanglar biz tuzatsak bo'ldi. Biz 2 yil bo'ldi. Biz film ishlab mevatqili. Voy Sajidning bir yeri og'rimaydiganmidi, u bu deb. Sizlarning kulganlar uchun, sizlarning xushalliginglar uchun biz o'zimizni qattiq yavalamız, simit yavalam etib turib, ashunda zo'plarni ishlayotimiz, to'plab, jumlab turib, ashta ishlayotimiz. Undan boshqa yana birisi shu o'tirliqda azroq bir bek ortiq gap qilib ketay desam, yomon o'zim qattiq gaplarni qilib ketaman, lekin mening g'ururim bilan o'ynashmanglar. Alik xotin kishini to'la urdi ekansizlar deb. Amaliyotda bizning urg'unimiz va haqiqatan biz bir tutib julib urib desab qilsak, oshdan bir baqqan ota-onasi va tuqqanlari va gaplari va chunki umumiy bir filmning ehtiyoji uchun bunday qilib qo'ygan bir ishlar. Shunga voy oni urmangman. Unda siz qilmaganmisiz, biz qilmagan bo'lsak, biz yaxshi qilmagan bo'lsak, siz qilib chiqing. Biz peskasta tutib turaylik. Bizdirmi yaxshi qilsanglar, biz sizlarga yurakni beramiz. Bizga yorgan ne filmlar va bizning yaxshi qilayotganlar va biz haqsiz yurgimiz bir gullarni yo'llab turib, ashula o'qib hargiz bunda planni yozmaymiz. Undan boshqa hozir qadar men 4 soat chiqib 2 yildan eshitdim. Bir odam bilan jibr o'ynab, pikir o'ynab, uni buni qilib, o'zimning nemisini qilib, bunda qilib baqa ishim yo'q. Chunki hammasi mush Gaucho filmning ehtiyoji uchun g'oyda to'piga yig'inib ketdik, g'oyda puxlaq yiqilib ketgan bo'ldik. Qo'llarimizni surilib, qarib olgan bo'ldik. Bir yerimizni qantib olgan bo'ldik. Shu chaqlarda biz sizlarga menda bo'ldik, anda bo'ldik deb dardimizni to'kib boqdikmi? Ko'rsanglar, huzur olsanglar, nurg'un cho'ngdatlarimiz va nurg'un cho'ngaplarimiz va voy bolam sizning filmni ko'rib, xapilishib qolgan bo'lsam, azroq ko'rgan bo'lsam, shunda xushalik deb qolaman. Rahmat, davomli tirishgan joyi deb gullarni yo'llab qo'ydi. Shunda suyunib ketamiz. Lekin azroq xato amchakim qolgan bir tuqalli bor bizniki. Bizning ko'rmanlarcha azroq amchagini xato qilgan, odamning emas, bilak bir narsaning amchagini qilgan bir azroq tuqalli bor. Shunda og'zingni buzib tillaysizlar. Bo'pti, ulog'imni tillanglar. Tilab etsanglar bo'ldi. Biz sizlarni izlab bu deb boqmadikmi ekangacha. Aqlinglar bo'lsa, bizni tillamay, to'g'risini tushunishinglarni chunki biz umid qilamiz. Mayli urlay, mayli tillaylik, mayli nima gap qilaylik, biz hammasi shu filmning ehtiyoji uchun sizlarni ko'ndirimiz deb qo'yatgan ishlar. Ayzon turibdi, ayzon o'zimniki aksiyonlik og'inam. Patishab bo'lsin, bu anda bo'lsin, bunda bo'lsin, to'g'ri patishab bo'lsin deyinlar. Lekin bizning meni jo'g'anda biz unda bir ashirlik deb o'ylayman. G'oy odamlarniki haliqi u yer bu yerlarni ichib qo'yib turib, voy so'lamchiga tilishib turib, ashunda ishlagan zo'pillarni ko'rtgansizlar, yuraklarni bertgansizlar. Kim digini ichmagan qiz vallahi yurakni berib toshtirib yutsizlar. Endi biz
qurbimiz yetiş qila oldik. Siz o'zimizning bunisining balish qila oldik. Kulsanglar, xush bo'lsanglar, ko'rsanglar bo'ldi. Yoqtirmasanglar, laqiy qilasanglarmi va yoki bunda boshqa o'z serib o'tkazsanglar bo'laverdi. Shunga bizni qo'llaydigan do'stlarimiz davomli filmlarimizga jurkinglarni besib o'tib, to'g'risini qabul qilib, xatosini bir ortiq o'ylab olmay filmlarimizni yoqtirib ko'rishinglarni uchun umid qilamiz. Shundaqla xush bo'lmagan do'stlarimizniki mayli ayzon bo'lsin, mayli mening jonxorim bo'lsin, xush bo'lishinglarni umid qilamiz. Bundan jiq so'zlab ketmayli. Davomli sajib marklar superning tashviqotini qilib qo'yapmiz. Ko'rildiki do'stlar, biz hozir ko'rildi.